qo'limdagi apparatni birgalikda ko'rib chiqamiz nimaligini. Hop, bu Valoydan VML2 утечка iskatel bo'ladi. Ya'ni bu утечка iskatel oddiy утечка iskatel emas, ulardan ancha farq qiladi, chunki bu yillik 2 gram chiqayotgan freonni ham aniqlab beradi. Sizlar bilan birgalikda ishlatib ko'rsatib beraman. Hop, meni qo'limda, ya'ni pustoy balon bor. Bundan freon sizib chiqib ketgan, ya'ni kran yopiq turgan bo'lgan, sizib chiqib ketgan joyini ham aniqlab beradi. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hop, bu ya'ni 15 soniya ishlashga tayyor bo'ldi. Mana bunday holatda mana vibratsiya berib o'zi tayyor ishlashga tayyor bo'ladi. Hop, mana shuni orqa tarafidan, rezmani orqa tarafidan datchikni olib borib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, 2 ko'rsatyapti. Ya'ni bu yerdan qachondir freon sizib chiqqan. Endi freonni ochib ham o'lchab ko'rsataman. Mana hozir yopib turibdi. Birgalikda ochib ko'rsataman. Mana bitta ochib yopdim, o'zi 5 ko'rsatyapti bu yerda mana. Darajasini ham ko'rsatib turadi, qanchalik chiqayotgani. Mana qisqagina ochamiz. 9. Bu ya'ni bu apparat oddiy damashniklarda emas, uni suvga solib ham uyga olib ketib bir xilgilar burunda ham topaman deyshadi, lekin bu aynan katta tomlarda turadigan chiller sistemalarda mana bunday uzun 40 santimetrlik datchik orqali oraliq joylarda ham bemalol o'techkani topsangiz bo'ladi. Bu apparatni O'zbekistonda istalgan yerdan topishingiz mumkin. Nobodo topa olmasangiz, pastli raqamlarga aloqaga chiqsangiz, biz sizga qayerdan olishni maslahatini beramiz.